Bundan 20 kun oldin Toshkent Yangiyo'lga lokatsiya tashlab berdilar. Aka bizning Instagramdan videolarimizni, ishlarimizni ko'rishgan ekan, kelib o'lchadim. Faqat bitta nosi bor joyimda o'zingiz kelib o'lchamasangiz bo'lmaydi dedilar. Ko'p joylarda uzoq masofadagi lokatsiyalar razmerlarimizni egalari o'zlariga ham o'lchatamiz. Lekin bu joyga o'zim keldim. Bu darvoza 4 burchak holatda bo'lgan, lekin burchaklarini chopib yubordik. Shu holatga o'zini formasiga tushirib berdik. Doim aytamiz videolarda uylarning dizayniga o'zingizlar xohlagan holatda, xohlagan ranglarga любой turdagi darvozani sifatli tezkor yetkazib beramiz. Darvozamiz 3 sloniy. Bu adresimiz Toshkent Yangiyo'lda joylashgan. Mabodo kimdir qiziqsa kelib ko'raverasizlar. Eng qiziq joyda darvozaning narxi kvadrat metri $150 dan $200 gacha chiqadi. Material yupqa qalinligi, razmeri katta kichikligiga qarab kelishamiz. Buni budjetli variantlari ham bor. 1,5 million so'mdan ham chiqazib bersa bo'ladi. Orqalari obshivka qilinmagan, tejamkorroq variant chiqadi. Ko'rinish %100 bir xil bo'ladi. Bunga og'irligini hisobiga добавочный oshma-oshuvlar qo'yganmiz orqa tomoniga. Chetlarida asosiy ramka profillarimiz 10 ga 10lik 3 stenada, qanotlarimiz atrofida 5 ga 5 profil turibdi. 2,5 stenada bo'lgan listlarimiz aytib o'tdim 3 qavat, polностью mana shu mayda detallarigacha qalin stenda qora profillar ishlatilgan. Darvozamiz ichki tomoni polностью shumkali. Egalarning talablariga binoan neobычный rangga bo'yadik. Nijli holatda tilla ranglar berilgan. O'zlariga ma'qul keldi. Darvoza buyursin egalariga yaxshilikka xizmat qilsin. Bu videoni sifatli ish qiladigan ustalarni qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Like bosib qo'llab qo'ysalar biz xursand bo'lamiz.